Men Rahmonov Umid Olimovich Qorako'l maktabi bitiruvchisiman. Ushbu maktabda tahsil olib 3 marta xalqaro matematika olimpiadasida ishtirok etganman va kumush va bronza medallarni qo'lga kiritganman. Hozirda ta'lim sohasida faoliyat yuritaman. Bugun maktabimiz tashkil qilinganligining 35 yillik yubileyi ekan. Barchangizni tabriklayman. Qolaversa ustozimiz To'xtamurod Jumayev ushbu maktab asoschisi hisoblanadilar va marhum ustozimizni ham 80 yillik yubileyi hisoblanadi. Mazkur ikki tantana bilan maktab jamoasini, akademik litsey jamoasini, qolaversa ustozimiz mana Olpaka Jumaqulov boshchiligidagi ustozlar jamoasini alohida tabriklayman va ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Ta'lim sohasidagi va yoshlar tarbiyasidagi faoliyatida ulkan zafarlar tilayman. Assalomu alaykum, men Abror Pirnafas. Qorako'l litseyida tahsil olganman. Tahsilim davomida Germaniyaning Bremen shahrida bo'lib o'tgan xalqaro matematika olimpiadasida bronza medal bilan taqdirlanganman. Qorako'l litseyidagi tahsilimdan so'ng O'zbekiston Milliy universitetida matematika fani bo'yicha bakalavr magistratura bosqichlarida ta'lim oldim. Bu vaqt davomida men O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasi va shuhrat medali bilan taqdirlandim. Undan so'ng men Germaniyaning Bochum shahrida matematika fani bo'yicha ilmiy faoliyat olib bordim va doktorlik dissertatsiyasini himoya qildim. Hozirgi kunda Amerikaning Princeton shahrida matematika fani bo'yicha ilmiy faoliyat olib boryapman. Barchalarni litseyimizning 35 yillik yubileyi bilan tabriklayman.